Sharid roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kim bir chumchuqni behudaga o'ldirsa, qiyomat kuni u Alloh azza va jallaga dodvoy solib, ey Rabbim, falonchi meni behudaga o'ldirdi, meni biror manfaat uchun o'ldirgani yo'q deydi deb aytayotganlarini eshitdim. Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaysi bir odam chumchuq yoki undan kattaroq narsani nohaq o'ldiradigan bo'lsa, Alloh taolo undan uni nega o'ldirgani haqida so'raydi dedilar. Sahobalar, ey Allohning rasuli, uning haqqi nima edi deb so'rashdi. U zot alayhissalom uni so'yib yeyish, boshini uzib otib yubormaslik dedilar. Ey siz, ey qo'lini begunoh insonlar qoni bilan bulg'ayotganlar, tushundingizmi? Nohaq o'ldirilgani uchun hatto chumchuq ham qiyomat kuni Allohga shikoyat qilar ekan. Alloh mukarram qilib yaratgan bir insonni nohaq o'ldirganingiz uchun qanday javob berasiz? Musulmonligini bila turib o'ldirgan odamlaringiz uchun o'zingizni nima deb oqlaysiz?